Quvvatni hayotimizdagi o'rni. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan hayotimizdagi eng muhim va eng kam tushuniladigan narsa haqida gaplashamiz. Bu quvvat. Ko'pchilik o'ylaydi, pul bo'lsa hayotim o'zgaradi, tanishim ko'p bo'lsa yo'lim ochiladi, imkon bo'lsa rivojlanaman. Lekin hayotda bitta oddiy haqiqat bor. Quvvat bo'lmasa hech nima ishlamaydi. Quvvat bu hayot dvigateli. Mashina benzin bilan yuradi, telefon batareya bilan ishlaydi. Inson esa quvvat bilan yashaydi. Aqlingiz zo'r bo'lishi mumkin, rejalaringiz mukammal bo'lishi mumkin, imkoniyatlaringiz ham bor bo'lishi mumkin, lekin ichingizda quvvat bo'lmasa, boshlashga hol qolmaydi, davom ettirishga kuch yetmaydi, oxiriga olib borishga iroda topilmaydi. Shuning uchun ayrim odamlar oddiy sharoitda ham yuksaladi. Boshqalar esa ideal imkoniyati bo'lsa ham joyidan qimirla olmaydi. Farq quvvatda. Quvvat ichki holatdan tug'iladi. Quvvat mushakda emas, quvvat asabda ham emas. Quvvat ichki ruhiy holatdan tug'iladi. Ichingizda xotirjamlik bo'lsa, quvvat oqadi. Umid bo'lsa, quvvat ko'payadi. Ma'no bo'lsa, quvvat kuchayadi. Lekin ichingizda ranjish bo'lsa, quvvatingiz yopiladi. Qo'rquv bo'lsa, quvvat siqiladi. Ayblov bo'lsa, umuman quvvat tanada oqmaydi. Shuning uchun ba'zan odam jismonan sog'lom, lekin ruhiy holdan toygan bo'ladi. Chunki ichki holat quvvatni o'chirib qo'ygan bo'ladi. Munosabatlar ham quvvatga bog'liq. Quvvat past bo'lsa, odamni tez jahli chiqadi. Mayda gapga ham dili og'riydi. Yaqinlarini xohlamay qoladi. Quvvat baland bo'lsa, odam sabrli bo'ladi, tushunishga harakat qiladi, stresslarini boshqara oladi, mehr berishga ichidan kuch topa oladi. Aslida ko'p oilalar muhabbatsizlikdan emas, quvvatsizlikdan buziladi. Chunki quvvat bo'lmasa, bir-biriga mehr ko'rsatishga ham kuch yetmaydi. Ha, pul, ish, muvaffaqiyat ham quvvatga bog'liq. Pul ham quvvatni sevadi. Quvvati baland odam shu quvvatiga yarasha pulni torta oladi. Imkoniyatlarni tezda ko'radi. Harakat qilishdan qo'rqmaydi. Odamlar bilan oson aloqa qiladi. Quvvati past odam esa o'zini kichkina his qiladi. Qadam tashlashga jur'at topa olmaydi. Omadli vaziyatlarni ham o'tkazib yuboradi, imkoniyatlarni o'tkazib yuboradi. Shuning uchun quvvat bu faqat kayfiyat emas, bu taqdirni boshqaruvchi ichki kuch. Eng muhim xulosani aytaman, hayotni o'zgartirish tashqaridan emas, ichkaridan boshlanadi. Agar ichingizda quvvat joyiga tushsa, fikrlar tozalanadi, qarorlar aniq bo'ladi. Hayot sekin-sekin moslasha boshlaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, avval quvvat, keyin munosabat, keyin pul, keyin eng go'zal taqdir. Omon bo'ling azizlarim.